Rahmat senga uyimni tozalab berganing uchun. Xo'p, arzimaydi. O'zi oqibat bo'lishi kerak. Rahmat demaysan. Albatta rahmat. Xo'sh. Endi shuncha ishlab berdim. Uylaringni ham tozalab berdim. Endi berasanmi? Nima deyapman? Haligi izimrud. Ha, ishladim, hozir beraman. Xo'p, kutyapman. Ha, bo'ldi, qarab ket. Xo'p, rahmat. Bittami? Yo'q, tezda bas. Bitta yakka ham mehnatlarim. Voy. Shunga rozi bo'lsangchi, boshqa yo'q. Voy, yaramas. Shuncha qilganiga, voy, endi arendamni qanday to'layman? O'zim yerdan qancha qarz edim uning ustiga. Voy, bolalar endi nima qilaman? Aytinglarchi. So'rab tursammikin-a? Qishloqqa senda endi yo'qmi, izimrud berib turmaysanmi? Qanaqa o'zimda ham izimrud yo'q bo'lsa, qanday senga beraman? Mayli. Tutib turchi. Qishloqqa. Senda izimrud bormi? Izimrud berib turmaysanmi, iltimos? Menda izimrud yo'q. Qayerda? O'zimda arendam tura olmasdan yuribman-ku. 2 oydan beri. Bu yerda o'quvchi bo'ldim. Ha, voy, afsus. Men ham xo'sh, bugungi oy arendamni to'lashim kerak. Mer ham shafqatsiz. Даже bir oy to'lamay qo'ysam, qishloqdan haydab boradi. Shuning ham har kuni to'lab turishim kerak. Juda ham yomonda, shunisi yoqmaydi menga. Bittayla berdi bu ham. Hamma och ko'z, yomona. Nima bo'ldi qo'shimni? Bitta borib ko'raychi, balki unda ham izimrud bordir, berib turar qarzga. So'rab ko'raychi. Qo'shni. Voy, juda yomon bo'libdi. Balki unda ham so'rab ko'raychi. Qo'shni. Kiraver. Xo'p, ochdim. Qo'shni uyingizga nima bo'ldi? Короче, bilmadimki. Короче, hali kuni eslaysanmi? Rosa bo'ron bo'lgandi. Ha, haligi shamolmi rosa hamma tushirib ketdi. Ha, shundan beri uyim boshi bo'yicha turibdi. Erikdan bo'lib qurishgan. Ha, hali ham ekdim. Shu bo'yicha ishyapsan? Ha, yomon bo'libdi. Senda izimrud yo'qmi? Yo'q, izimrudim yo'q, o'zimda yoshi yo'q. Ha, afsus. Mayli, qarzga berib tur deb so'ramoqchi edim. Bitta ideya bor, senga izimrud beraman, lekin sen menga birga uyingda yashab tursan bo'ldi. Nima? Yo'q, rozi emasman. O'ylab ko'r. Yo'q. O'zim uyim o'ziga qara, kichkinagina uyim bo'lsa, hamma deganroq o'ylarimga aytaman. Ha, bo'pti, o'ylab ayt. Xo'p, qaranglar, uyim o'zi kichkinagina bo'lsa, qaranglar. Uyim kichkinagina bo'lsa, voy. O'zi uyim kichkina bo'lsa, qaranglar, vashi. O'zi kichkinagina uycham bo'lsa, o'zi qishloqda eng kichkina uyim meniki bo'lsa, uniki katta bo'lsa, qurib olsa bo'ladi, eriyapti. Ha, mayli. Lekin arenda bo'lib to'g'rimi? Lekin arendamni to'lamasam o'zim ham chiqib ketaman. Voy, shu muammosi bor-ku. Xo'sh, o'zi necha stak berar ekan? Qanaqa stak? Balki ozroq berardir. Bitta shunga qarab ko'ramiz. Lekin menga 15 ta izimrud yetib qoladi yoki 20 ta izimrud. 20 ta izimrud bersa rozi bo'laman. Birinchi aytmayman qancha izimrud berish. Xo'sh, qishloqqa necha izimrud berasan? Ayndagi uyim yashashim. Bir stok yetadimi? Hozir to'xtab tur. Bir stok. Yo'q, rozi. Bolalar nima deysizlar? Bolalar kommentga hozir to'xtatinglar va kommentga ha deb yoki yo'q deb yozinglar. Wow, bolalar o'ylab ko'ringlar. Bir stok berar ekan, bir stok. Tezroq. Mayli, rozi bo'lamiz. Bolalar nima deysizlar? Xush bo'ldi. Kommentga kim yozib qo'ygan bo'lsanglar bo'ldi. Ha degan bo'lsanglar, demak rozi bo'lamiz. Va obuna ham bo'lishni unutmanglar. Rozi bo'lsa? Albatta roziman. Berasanmi? Albatta. Mana. What the fuck?
buncha sto. Vau, Izimrod. Va, endi. Vau, 100 yilga ham yetadi-ku. Endi kelyapsam? Ha, albatta ko'chib kelaver. Men hozir kelaman. Vau. Ya, bemalol ko'chib kelavergin. Xo'p, rahmat. Xo'p, vau bola. Voy, vashsha zo'r-ku. Aydo. Hammaga maqtanib kelmasam bo'lmaydi. Buncha Izimrodman lan. Ha, mana qishloqqa salom. Salom. Qishloqqa salom. Yaxshi, qalaysan? Ha, zo'r, oppoq qishloqqa yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Ha, Izimrodning bir stoqmi? Holvat ko'rmayapsanmi? Voy, chachib yursam ham bo'ladi. Voy, qo'y, chachmaymiz. Qarochi, bori. Tushunmadim. Boyvachchaman endi, bola, boyvachcha. Ketdim. Hammaga maqtanaman. To'g'risini aytsam, juda ham charchab ketdim. Hammaga maqtanor. Lekin to'g'risini aytsam, buncha stokni hech kim bermaydi, molla. O'zi bu qishloqda, bu qo'shnimda pullar ko'pligini bilardim. Lekin nega bularni ustiga borib unutsib bo'ladi? Bilaman, bu anchayroq sal erikadi, borish kerak edi. Bu doim erik yuradi. Mayli. Uyimga kiraman, mazza qilib yo'taman. Qishloqqa salom, yaxshimisan? Yaxshi, men joylashib oldim, mana darslarib turibdi. Ha, zo'r joylashyapsan. Juda ham kun isib ketdi, ochib qo'yaylik. Yo'q, nima qilyapsan? Yopib qo'yish kerak. Men sovqotib ketyapman. Yopib qo'yish kerak. Yo'q, ochib qo'ysak juda ham yaxshi bo'ladi. Yo'q, men senga nima deyapman? Ochib qo'yish kerak emas, yopib qo'yish kerak. Men sovib ketyapman. Yo'q, ochib qo'yish kerak. Men senga nima deyapman? Yopib qo'yish kerak. Ochish kerak. Yopish kerak. Nima deyar ekansan, ochish kerak dedim. Yopish kerak. Och. Nima deyar ekansan? Ochib qo'yaylik. Nima degan? Nima deyar ekansan u? Bo'lmasam o'zim ketdim. Qarochi, hozir men seni ventilyator qilaman. Xo'p. Nima deyar ekanda? Ventilyator olib kelmasam bo'lmaydi shekilli bunga. O'zi ham ochib qo'yarim. Boshim olib ketdi. Xo'sh, hozir olib kelaman. Ketdim, omborda eskisi bo'lsa kerak menimcha. Mana bu yerda ombor. Xo'sh. Bu yerdan siqilib ketdim judayam. Undan ko'ra bitta joy olsam, ikkita bo'ladi va judayam katta bo'ladi. Sig'aman. O'shanda men bu yerdan siqilib ketdim. O'zi boshim kattaroq bo'lsin. Bundan ko'ra tezroq ochaman va kabel antena bo'lsak zo'rroq. Voy, yaramas. Hamma yerda qarab chiqdim. Hamma omborlar. Даже merdan ham so'rab chiqdim. Afsuski yo'q ekan. Mayli. What the fuck? Yemayo, ikkita. Qishloqni nima qilib qo'yding? Judayam kichik bo'lib ketdi. O'shanga men sal kattaytirdim. Nimaga? Men senga ruxsat bermadim-ku. Sendan ruxsat so'rashim kerak. Albatta, mening uyim-ku bu. Qarochida. Men qayerda yotaman bo'lmasam? Sen bana ko'rib turibdi. Shu 3 blokda, 3 blok joydami? Shu yerdami? Voy, buncha kichkinaman, sig'mayman-ku. Senga nima katta? Bilmadim. Yo'q. Bor o'zing uyingga. Bor, ket bo'l. Mayli, shunaqa qilishmi? Ha, bo'l, tezroq. Bo'lmasa internetdan men. To'g'ri, aytgancha mayli, hazillashuvdim. Shunaqa bo'lsin. Xo'p, hazillashuvdim. Men prosta hazillashdim. Voy, bu yer buncha kichkina, men bu yerda yasha olmayman-ku. Narsalarım turibdi. Hozir to'xtab tur, o'zimga tort olib kelaman. Xo'p. Xo'sh, tort olib kelaylik. Bola, qornim juda ham ochdi. Maza qilib tort yeymiz. Ketdi. Sotib olaychi. Bu yerda magazin bo'lishi kerak.
Xo'sh, shu yerda chicha olov yoqib, bitta shashlik molni go'shtini pishirsam maza qilib yeyman. Xo'p, mana yoqdim hozir ishlaydi. Xo'sh, mana o'zimga tort olib kelyapman, maza qilib yeyman. Yes. Nima? Uyim yonib? Yo'q! Nimalar qilding? Nimalar qilyapsan? Olov yoqyapman. Nima? Voy, yaramas! Seni deb uyim yonyapti. Ahmoq, o'chir tezroq. Nega o'chmayapti bu? Bilmadim. Voy, nimaga o'chmayapti bu? Qo'lim yetmayapti shekilli. Yaramas! Seni deb uyim yonyapti. O'chdi. Qara seni deb qayerlar yonib ketdi. Voy yarat. Yo'q, bo'ldi, endi ketmasang bo'lmaydi. Ay, yo'q. Bo'lsam turibman. Nima qilsam bo'ladi? Bu asab ekan-ku, nima yoqyapsan? Qonim to'g'risib keladimi? Chicha tort yesam. Maza qilib tort yeyman endi. Tortmi? Men ham chicha yeng. Yo'q. Rahmat tort uchun. Bo'ldi. Nimalar qilsam bo'ladi buni? Nima qilsam bo'ladi? Qishloqni nima qilsam bo'ladi? Bor iltimos video toping. Balki uyini tuzatib bersam ekan. Davay, let's go. Mana nihoyat uyini ko'rib bitdim. Voy, juda ham og'ir bo'ldi. Bo'ldi, men nihoyat endi qishloqqa ketdim. Qishloqqa senga yaxshi xabarim bor. Qanaqa? Yursang ko'rsataman, uyingga yur. Uyim yo'q-ku. Yursang ko'rsataman. Hop. Qara, uyingni tuzatib qo'ydim. Rahmat, Somoy. Hali maydi, mana uying, mana senga uy, ana zo'r qilib qurib berdim. Bo'ldi, ana endi o'zing uyingda yashaysanmi? Albatta, rahmat, Somoy. Xo'p, stoklar mengami? Rahmat senga. Xo'sh, rahmat. Bor qaranglar, ikkita tarafdan ham oyndek qildim, qaranglar. Izumrudlar meniki, uyini ham qurib berdim, buzilgan. Afsus o'zimniki. Voy, mayli. Voy, endi nima qilaman? Mayli. Hamma yoqda buzib ketdi. Sizlar men Husanboy bo'ldim. Keyingi videolarımda ko'rishguncha hammaga xayr. Like man, obunani bos. Negir.